2021-yil Gollandiya texnologiyasi asosida O'zbekistonda yagona bitta dona bo'lgan issiqxona tashkil qilindi. Bu issiqxona Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani hamda Xorazm viloyati Yangariq va Tuproqqal'a tumanlarida joylashgan. Bu joyda pomidor, bodring O'zbekiston bo'yicha eng katta hajmda yetishtiriladi. 37 gektar joyda. O'ylayapsizmi? Bu issiqxonada undan tashqari 900 ta odam ishlaydi. Shuncha odam ishlashidan ham bilsangiz bo'ladi. Bu issiqxonada ob'yom qanaqa kattaligini. Pomidorlarni Pink ID doping navlari bor Gollandiyadan keltirilgan. Undan tashqari Pink Parvati navi ham bor, Yaponiyaniki. Bodringli Yasmin navli Turkiyadan keltirilgan.